22 mart dushanba kuni Yevropa İttipaقى tashqi ishlar ministrlari yig'inida Uyg'ur qirg'inchiligiga chetishliq 4 Xitoy amaldori va bir organiga İmbargو yurgizish qarori ma'qullandi. Amerika, Kanada va ئەنگىلىيە Yevropa İttipaقı bilan bir kunda Xitoy amaldorlariga İmbargو yurgizganligini e'lon qildi. ئەنگىلىيە tashqi ishlar ministri Dominic Raab bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi va kishilik huquqini dafsanda qilishining 2 dunyo urushidan buyongi eng chong kishilik huquq krizisi ekanligini bildirdi. Dominic Raab Sharqi Turkiston rayonidagi qisirlashtirish, kollektiv qo'lga olish va nazorat qilish, qiyin qissa qatorliqlarni o'z ichiga olgan kishilik huquq dafsandichiligiga doir o'tirg'a chiqqan dalillarga ko'z yumishga bo'lmaydiganligini ta'kidladi. O bu dalil isbotlarning sun'iy hamroh rasmlari, aman qolg'uvchilarning guvohligi, rasmiy hujjatlar, Xitoy hukumatidan oshkorlanib ketgan ma'lumotlar, kishilik huquq kuzatish tashkiloti va xalqaro kechirim tashkiloti qatorliqlarning ochiq manbalik dokladlari va angliyalik diplomatlarning rayonga qilgan ziyoratidan tashkil topganligini aytdi. Dominic Raab bu sababdan 4 nafar Xitoy amaldori va atalmish Şinjan ishlab chiqarish va qurilish biyantani jamoat xavfsizligi idorasiga İmbargو yurgizganligini e'lon qildi. Bu 4 shaxs atalmish avtonom rayonlik siyosiy va qonun komitetining sobiq sekretari Ju Xaylon, atalmish avtonom rayonlik partikomning muavin sekretari, qo'shimcha Biyangtan partikomning sekretari Van Junjing, atalmish avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazoratining sobiq naziri Wang Mingshan va atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazoratining naziri Cheng Minggu ekan. 22 mart kuni Washington shahridagi Uyg'ur harakati tashkiloti New York shahridagi puhraviy tashkilotlari bilan birlikda Uyg'ur qirg'inchiligiga ko'z yummayli shuarini asosiy tema qilgan holda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yanadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti maydonida birlashma namoyish va nutq so'zlash faoliyati o'tkazdi. Namoyishda Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi amaliy harakatga o'tish chaqiriq qilindi. Amerika hukumati Xitoyning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligini e'lon qilgandan keyin Kanada va Gollandiya parlamentlari Xitoyning qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilgan edi. Yevropa İttipaqining qarori e'lon qilingandan keyin Xitoy tashqi ishlar ministri darhol inkos qaytirib, Yevropadagi 10 shaxs va 4 organga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Xitoyning jazo tizimligi tuvandikilarni o'z ichiga oladi. Shaxslar Yevropa parlamentining a'zolari Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, Rafael Glucksmann, Elxan Kyochuk, Maryam Lexman, Gollandiya parlamentining a'zosi Sejoer, Belgiya parlament a'zosi Samuel Gogolati, Litva parlamenti a'zosi Dovil Sakalin, Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Sens, Shvetsiyalik tadqiqotchi Bjorn Jerden, organlar bo'lsa Yevropa İttipaقı kengashining siyosiy va bexatarlik komiteti, Yevropa parlamenti kishilik huquq komiteti, Germaniya Mercator Xitoy tadqiqot organi, Daniyadagi demokratik davlatlar fondi jamiyati, aloqador xodimlar va ularning oila tavobatlarining Xitoy cho'ng quruqligi, Hong Kong va Makao alohida ma'muriy rayonlariga kirishi cheklangan. Ular va ularga munosabatli shirkatlar va organlarning Xitoy bilan aloqa qilishi cheklangan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi va Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Amerikani İranning yadro kelishimiga balduroq va shartsiz qaytib kelishiga chaqirdi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoyda ziyoratda bo'layotgan Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishib, o'z davlatlarining Amerika bilan bo'lgan munosabatidagi o'zgarishlar haqida uchur almashtirdi. İranның yadro masalasiga chetishliq yig'inda Amerikaning İran yadro kelishimiga baldur va shartsiz qaytib kelishi va bu davlatga yurgizilgan bir taraflama jazolarni amaldan qoldirishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Yevropa İttipaqining tashqi ishlar va bexatarlik siyosatining yuqori vakili Josep Borrell Turkiya bilan eng yaxshi munosabatni saqlashni xohlaydiganligini, Turkiyani yozg'icha kuzatishni davom qiladiganligini bildirdi. Yevropa İttipaqining yuqori vakili Borrell Yevropa İttipaقı tashqi ishlar ministrlari uchrashuvidan keyin so'z qilib bundoq dedi. Yig'inning asosli temalaridan biri Turkiya bilan bo'lgan munosabatlar bo'ldi.
25 martdan 26 martgacha ichilgan Yevropa İttipaقı rahbarlari yig'inidami bu masala muzokara qilindi.